Namaste, assalomu alaykum. Efirda Hindi Show. Bu safargi ko'rsatuv hammasidan ham o'zgacha bo'ladi. Chunki uni o'zimiz olib boramiz Va qaytarib olib kelamiz. Bilasizmi Hayotbek, Taqdir nomli ushbu hind filmi 1981-yilda tasvirga olingan bo'lib, o'sha davrda juda katta muvaffaqiyat qozongan. Albatta bilaman, shuningdek filmning asosiy g'oyasi ham bor. Bu insonning hayotida taqdirning o'rni va uning oldindan yozib qo'yilganligi haqidadir. Aynan ushbu filmda Amitabh Bachchan ikki xil obrazda, ya'ni qimorxona xizmatchisi hamda ashula aytuvchi raqqos sifatida gavdalangan. Hema Malini esa jasur, shijoatli, kuchli va shuning bilan birgalikda nozik xilqat vakilasi bo'lgan ayolning obrazini ushbu filmda namoyish qilgan. Hema Malini hamda Amitabh Bachchan tandemi tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olindi. Assalomu alaykum. Kechikmadimmi? Yo'q, men kechikmadim, sizlar kechikdinglar. Yo, siz ham kechikmadingiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Bugun o'zi millar jamoasi voqea qachon qayerda sodir bo'lsa, o'sha yerda hozir va nozir. Bu yerda ham juda katta voqea sodir bo'lyapti. Katta desam kattalik bo'lib ketmaydimi? Xullas, Hindi Show. Hindi Show jamoasini navbatdagi ko'rsatuvni tasvirga olish jarayonlari. Bugun bu jarayonni yoritmayman. Bugun bu joyda mehmonman. Mehmon bo'lish nasib qilar ekan bizga ham desam. Tez yozib olamiz, xudo xolasa. Xo'p, tayyorgarlik ko'rdim. Xudo xolasa shunday yaxshi chiqish kerak rejam bo'yicha. Endi qanchalik o'xshaydi yo'q bilmayman. Yaxshi chiqadi degan umiddaman. Yaxshi chiqmasa, bo'lmaydi, yaxshi chiqishi shart. Menchi sizlarni labilardan o'qib olishimga to'g'ri kelyapti. Yo'q, eshitilmayapti. Faqat Matlujining mo'ltiragan ko'zlarini ko'ryapman, bo'ldi. Tayyormi, ketdikmi? Men tayyor. मेरे नसीब में तू है के नहीं तेरे नसीब में मेरे नसीब में तू है के नहीं og'zim yetmay qolyapti. O'zi pastda aytyapsiz, yana og'zim yetmayapti deyapsiz. Baribir birinchi men qo'shiq aytishga bugunchalik qiynalmadim, sababi kirganimdan o'qib oldim va tarjimasini so'rab oldim. O'zi ashula nima, ma'nosi qanaqa, chunki hind tilini bilmayman-ku. Umumiy ma'nosi bizga sevgimiz nasib qiladi, biz g'oyibona sevishamiz. Xullas, sevgi haqida, sevgisiga qiz erisha olmagan, endi erishish istagida bo'lgan qiz ashulasi ekan. E'tirozlar aytish mumkinmi? Ovoz yozishga shuncha vaqt yo'qotsak? Mana eshityaptimi yo'qmi? Ichkaridagilar. Juda qo'polroq aytgansiz-da. Hozir shunaqa qo'pol. O'zbekcha ashula zo'rg'a aytaman. Shunda ham havaskor bo'lib. Men o'zim umuman ashula aytmaganman. Yo, aytganman o'zim uchun. O'zbekchani. Ha, ayting. Hindchani Sulaymondan otaman hishar yasab berishimni kutmaylar-da. O'zbekchada ham qo'shasiz-ku nolalar, o'shanga o'xshab qo'shing. Ha. Bo'pti, boshidanmi? Boshidan. Okay. तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं मेरे नसीब में तू कि नहीं Toshmang. Ana ovozi bir o'chib, bir yonib, yo'q, yigit aytadigan joyi yo'q ekan. Shunisi ham ma'qul bo'ldi. Bitta o'zim aytganim. Chunki agar sherigingiz bo'lsa, unga ham tushishingizga to'g'ri keladi. Men ashulachi emasman. O'zbekcha ashulani o'zim uchun aytib yuraman, lekin hindcha ashulani baribir ana nolalari har doim qiynaydi. O'tgan safar ham shunaqa qiyin, degan nolalari tushib qolgan. Bu safar ham bor ekan. O'sha nolalarda qiynaldim, to'g'risini aytish kerak. Qarang, menichi, anaqami belgilab beringlar. Men bu nima edi? Balandlik tonmi nima? Tanazingiz bundan balandga chiqasizmi? Bular falsetda aytgan. Meniki nima ekan? Siz ochiq ovozda aytyapsiz hozir. Falsetga chiqa olasizmi? Mere nasib me tu hai tepada aytgan. Mere nasib. Mana shunaqa aytasiz. Mana shunaqa ayting. Nasib me. Bo'p, shunday aytib ko'raylik. Mere nasib me tu hai ke nahi
Davom etketishingiz में kerak. तू है कि नहीं तेरे नसीब में हूँ के नहीं Davomini ayting endi. Davomida qarang, ovozingiz qo'shilib chiqadi, ovozingizni qo'shilib davom ettirib ketasiz. Hindistonda ko'p qo'shiqlar falsetda aytiladi, lekin bizda bugun ochiq ovozda aytildi. o'zimga yoqdi. O'zim maza qilsam bo'ldi-da, boshqalar bilan nima ishim bor deydi. Qiziq tomoni, biz millarda ham shu jamoa bilan ishlaymiz, o'sha tasvirchilar, masalan, o'shalar bilan ishlaymiz, lekin baribir undagi holatlar boshqa-yu. Tabiatda bemalol o'zingizni erkin qo'yib, mazza qilib ashula aytib, raqsga tushib, eng muhimi bu ham ishda mazza qilasiz. Shu har kungi ana bir xillikdan ko'ra hindi shouda chalg'idim va bu menga anaqa ma'naviy hordiq bo'ldi. Faqat endi sal yurak qo'shib. Endi kirishyapman-da, birdan. नहीं तेरे नसीब में होगे नहीं ये हम क्या जाने ये वो ही जाने जिसने लिखा है सभी का नसीब मेरे नसीब में तू है कि नहीं तेरे नसीब में है क्यों Esiz. Kopировka qila olamiz. Yo, bitta to'liq aytib berishingiz kerak o'sha joyini. Nasibidan aytib olsangiz. Matluba juda katta yordam berdilar. Rahmat ularga. Chaqalog'ini yig'latib bo'lsa ham, kuttirib bo'lsa ham yordam berdilar va ijro umid qilaman yaxshi chiqdi. Agar umumiy ball qo'yish kerak bo'lganda 5 dan 4,5 ball qo'ygan bo'lardim. गाये में हाय हाय गबीरा गाये हाय 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 शरीमा गाये में हाय हाय गबीरा गाये हाय 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 Bo'ldi, mana shuni faqat kayfiyat bilan aytgan, erkalab aytgan. Urushmasdan ayting. Ketdik. शरीमा गाये में हाय हाय गबीरा गाये हाय 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 शरीमा गाये में हाय हाय गबीरा गाये हाय 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 शरीमा गाये में Endi Bilib nima qilasiz? O'zi yaxshi ketayotganda. shoshamanda Qaytadan yana bitta. baxt o'zi nimadir men bilolmadim sevgi nimaligin tushunolmadim ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham chetda qolmadim bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh peshona deganga yozilgan ekan rohat emas faqat chidam va bardosh tam taram tam taram tam yetar qayerga qo'yasiz aytaveraman farqi yo'q mani ochilmagan qirralarim ko'p uni ochish kerak desa qolgan ko'p gapiraver ertaga yana takliflar tushib ketsa ashulaga ana ijroga rollarga शरीमा गाई में गबरी गाई में कहने लगा ओ आकर करीब yana bitta. Yana bitta. Gabiragai deng. Xato. गबरा गाई Faqat sal anaqa गबीरा bering. गाई Tekst bilan bo'lib qolyapsiz. शरीमा गाई में गबीरा गाई में कहने लगा ओ आकर करीब Yaxshi. eng qiyin bo'lgan joyini aytaymi tak pamba ek hasi ratime bate ye a gay mana shu joylari ozgina qiyinlik qildi menga harakat qildim endi qanaqa ana bitta to'xtatib olganimizga yozganimizga ancha oson bo'ldi ham kahe per mele ek hasi rat me हम कहे फिर मिले या एक हस tilim jingalay bo'lib ketyapti. Bitta joyini aytmadingiz, o'sha joyini hozir aytib berishingiz kerak, hech bo'lmaganda kameraga. Yo'q, xo'p, hozir men o'sha ovoz yozish paytida aytmagan joyimni hozir bu yoqda aytsam-ki, foydalanasizmi bu yoqda? Efirda foydalanasizmi? Oxiriga erkak kishi aytgan bo'lsa ham meni ovozimda qo'yib yuborasizmi? Moqchimiz qanaqangi o'xshatib gap baqirib berar ekansiz o'sha joyini. haydan keyin bo'ladimi? Nasib mein tu hai nahi
o'xshadi. Har kunga solyapsiz, lekin ma'ni aytib qo'ying. Men faqat topshiriq bo'lgani uchun qilyapman. O'zim unaqa jinn emasman. Kim aytadi unaqa? Jiddiy. Kim aytadi haqiqatdan unaqa jiddiy jurnalist qilib o'tirgan qiliq. Sizlarni ko'rsatuvlar reyting olish uchun qilyapman. Bo'lmasam rozi bo'lmasdim. Abike, huaye, hay hay. Boshlanishini boshlayolmayapsiz. Abike. Eshiting. Abike, abike. Abike, huaye. Abike, huaye. Hay hay. देखी कर जो मुझे पुलिस खिल गया Oynanib ketay. tay 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 Oynanib ray ketay. ray 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 tari ray 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 va nihoyat endi tilim kelishganda hinchashlar to'xtab qoladi shunisi yomon. Mayli, hali oldinda syomka bor, o'sha joyda maza qilib betaman. Bo'ldi? Uddaladim. Keyingisi yaxshi chiqdimi? Zo'r chiqdi. Ana endi ovoz yozish jarayonini nihoyasiga yetkazdik va biz yana syomka jarayonlariga, ya'ni raqsga qaytamiz. Ketdik. Lekin o'sha joyda sizda baqirgan ovozingiz bo'ladi. Yana barik mol. Amitabh Bachchan lekin o'zini bunaqa oq nusxasini ko'rib xursand bo'lib qolsa kerak. Yana yuri, taqaling. Главный operatorga qarshilar bo'lsin. Kamera motor, Bor. dirnos kerak, ko'rsatib turasiz. Kech qoldi. Lazerga uzoqroq oching. 2, 3, ketdi. Boshlandimi endi? Hindi showni kuzatib boraman. Ko'proq vaqt ajratib ko'rishga harakat qilaman. Ko'rmay qolgan sonlarim ham ko'p. Ko'rib turamiz, Reels'dan chiqib qolsa. Biz endi nima qilaylik, zoomer avlodimiz. Kulgu ovozlari Nigora Rajabovnaga tegishli. Keyingisi dirnos, kerak. Tamom. Kameraga qarab hammasi shu. Hammasi kameraga qarab aytilgan-a? Ketdi. Ketdi, kayfiyat hamada. I raz, I dwa, I orqaga. I orqaga, o'n oyoq, chap oyoqni ras. Bularni olishdi. 8-dubl motor. Kutgandim taklifni, chunki o'tgan gal Millar jamoasi bilan ishtirok etganimizda bizda juda katta zo'r taassurot qolgan edi. Sizga qarab gapiring, teskari qaramang. Qaysi bir yiliga qarab gapiring. Taklif 2-3 oy oldin bo'lgandi. Pretizenta ijrosidagi qaysidir rolni o'ynab berasan deyishuvdi. Men sochim o'sha kare bo'lgani uchun rozi bo'ldim va xursand bo'lib qabul qilgan edim. Lekin Kema Malini obrazi berildi. To'g'risi boshida sal ikkilandim, lekin grimdan keyin, liboslardan keyin tanlov to'g'ri bo'lganiga ishonch hosil qildim. Chunki rostdan ham o'zim ham o'xshatdim, oynaga qaradim, o'zim tanimadim. Amitabh Bachchan. Obro'mni bir pullik qilding. Hammaga assalomu alaykum. Qanchalik tasavvur qilish qiyin bo'lmasin, haqiqatdan ham Amitabh Bachchan rolida bugun Hayot Bachchan. Ha, yaxshi. Hayot Rahimboyev. Shunaqa deyishim iltimos qilishdi. Hayotbek Rahimboyev. Yo'q, kesaman. Ketdi. Yuring. Hey! Ko'taring. Ha, yo'q. Men ko'proq yurishim kerak endi. Yo'q, hamma joyida bor. Faqat Hey, siz
Keldingiz bo'ldi edi. Nachilik? Hali bor. Hali bor. Ketdi. Stop. Yes. Amitabh Bachchan rolini ijro etasiz deb tashladingiz. Men lekin voy qizil kostyum kiyamanmi degan xayolga ketdim. Qanchalik egoist insonman men tushunmadim. Seni sira tushunmayman. Kostyumni o'yladim men Amitabh Bachchan turganda men kostyumni o'yladim. Voy, uzr lekin bu uchun to'g'ri tushunasizlar. Klipni ko'rganimdan keyin qayerda bir to'yxonada bo'ladimi, restoranda syomka bo'ladimi, lokatsiya qayerda bo'ladi, men bitta borib ko'rmaymanmi degan o'y xayol o'tdi. Keyin oxiri bir kun oldin o'zim telefon qildim. Akmal, qayerda bo'ladi syomka? Bir og'iz aytmayapsizlar, nima bo'ladi o'zi? So'zi qani, so'zi? Ashulani so'zini beringlar. Bu hindcha ashula. Tilim jingalak bo'lib ketadi hindcha so'zligi. Men bilmayman, o'tgan safar ham qiynalganmiz biroz. Aytsam, keyin oxiri qayta so'raganimdan keyin so'zini tashlab berdilar. Hozir studiyani o'zida syomka qilib tashlaymiz hammasini. Qanaqa qilib? Siz boring, massovka tayyor, dekoratsiya tayyor, hammasi zo'r bo'ladi. Prosta borasiz, o'ynab berasiz, bo'ldi deyishdi. Qanaqa bo'larkan? Ikkilanib keldim. Yo'q, lekin yaxshi zo'r. Qoyil. Kim yo'q? Oldinroq kelsangiz bo'lar ekan. Keling bu yoqqa. Yana bitta, cherry stop. Nima edi? Dilnozir. Nima edi? Yana qaysi savol? Massovkani ko'rib men haqiqiy hind odamlar keldimi deb o'ylab qoldim, to'g'risi. Tanlab topishgan massovkadagi odamlarni. Menga bitta yoqqan tomoni bo'ldi. Massovka kelgandan keyin, hamma joylashgandan keyin tasvirga olish hali boshlamasdan turib muxlis time bo'lib ketdi. O'shasi yoqdi. Hamma bilan rasmga tushish jarayon zo'r bo'ldi. Massovkani oldiga tayyor grimda chiqqanim uchun ular boshida tanimay qolishdi. Gaplashgandan keyin ovozimda, "Ha, siz millarda chiqasiz. Men o'xshatib turdim. Grim sochlar, men sochim koreyku. Bu yoqda uzun sochlar." Maza qildim rostmi? Rost nima qilaman? O'zimdan kimnidir yasamayman. To'g'risini aytdim, maza qildim. Massovkadagilar ham yaxshi kayfiyatda ishlashdi. Metropolis faqat, Metropolis tursin. Motor. Suzilishmanga chiqarmaganda. Buzilib qoldi. Ne bilan qaraysiz? Ketdi. Sekin yuramiz. Yaxshi. Yurmaymiz. Turamiz shu yerda. Shu nimadir qilish kerak bor, shu qarab gap qilishimga ham bermayapti. Baba nima qildi? Boya aytdim. Artoriyli mana buni ham yo'qsiz bo'ldi. Mayli, chiroyli backstage bo'ladi. Hindi show ikkinchi marta menga parik kiyishga majbur qildi. Hayotim davomida eng uzoq vaqt mobaynida qilingan grim bo'ldi. Rangim endi Amitabh Bachchanga 100% nomutanosib bo'lganligi uchun Bodom olib yegan ozib ketibsan. qiyin bo'ldi, lekin menimcha o'xshadi. Malik opa meni Bachchanga 100% o'xshatib berishdi. Nimalar deyapsan? Ovozingni o'chir, chiy motor. Yana bitta olaylik. Tepaga qaramadik. Yana Mana mashina kamera mana. Zaps ketyapti. O, mana. Mana zaps ketyapti. partnyorim Hayot Bachchanmi? Amitabh Bachchanni oq variantini
yaxshi zo'r gavdalantirdi. O'zi hayotda ham juda serqirra. Tasanno, ofarin! Oq tanli inson 20 daqiqa ichida qora tanliga aylandi. Qora tanli bo'lib yashash haqiqatdan ham qiyin ekan. Ayniqsa bo'yning oq bo'lsa, faqat yuzing qora bo'lsa, qo'llaring oq bo'lsa va qalbing oq bo'lsa asosiysi. Partnyorim o'xshagan. Amitabh Bachchanning yoshligi, Hayot Bachchan zo'r chiqdi, rostdan yaxshi chiqdi. Mazza qilib ishladim Hayot bilan. Hech ham biz urushmaganmiz Hayot bilan. Yo'q. Men faqat bir marta kalta yegan, shapaloq yegan bir marta, lekin unaqa urushmaganmiz. U ham rolda. Nega urasiz? Nega urasiz? Urasiz. Endi nima deysiz? Bir kam dunyo. Nigor opam menga rahim keladi hayotga bo'y uzun bo'lganiga deydilar. Bechora, bo'yi uzun-ku uni. Meni bo'yim past, ammo egilib harakat qilishga to'g'ri keldi. U bilan doim ana ko'rsatuvlarda ham partner bo'lib chiqsak, birga chiqsak, hayotga shu tomondan rahim keladi. Nima qilib, bo'yim pastroq, sizniki uzun, 2 metr, ana 1.70 ga tushishga majbur bo'ldi-da, egilib harakat qildi. Men uchun harakat qilgani uchun rahmat hayotga. Syomka jarayonida yagona qiynagan narsa shu, oyoqni bukib, o'sha bo'yinni sal pasaytirishga harakat qilib o'ynaganim bo'ldi. Endi bu kadrda qanchalik bilindi, bilinmadi, bunga tomoshabinlar baho berishadi. Stolda o'tirganda mendan uzun ekan, bo'yis buncha baland. Yo'q. Mana Farik normalni Bekorga emas, chunki kadrda ko'rayotganingizda men ko'pincha shu tizzalarimni bukkan holatda chiqishga majbur bo'laman, chunki bo'yim 10 sm kam 2 metr. Xudo xohlasa Bahodir Jalolovga yetib olaman degan niyatdaman. Aqlim bo'lsa shu ishni qilarmidim. Oka qaramay kamera bizga. Okaga qarang, okaga, sherigizga. Ketdi. Bak, yuramiz. Stop. Ketdi. Stop. Men kutgandim qanaqa, aniq, konkret harakatlar bilan yaxshi raqs bo'lsa, so'z unchalik ahamiyat qolmaydi. Lekin bu yoqda hozir harakatlar sal anaqa yumshoqroq harakat, erkin harakat, sekin-sekin harakat qilgani uchun artikulyatsiya zo'r bo'lish kerak-da. Shuning uchun iloji boricha so'zni adashtirib qo'ymasdan to'g'ri talaffuz qilsam, labim tushsa, o'shanda ijro yaxshi chiqadi deb men qog'ozga qarayverdim. Hadeb. Ketdi vaqti. Yana bitta zo'r, yana bitta olib qo'yding o'rib. To'g'risi, men ko'proq yana ham qiynalib ishlagim keladi, chiroyli chiqadi deb. Lekin agar o'zimda tanlash imkoniyati bo'lganda, hind aktyorlari ichidan shu Amirxonni obrazini gavdalantirishni istagan bo'lardim. Mendan xafa bo'lishmaydimi? Yo'q, tashvishlanmang. Shu o'rinda men bitta gapim qolib ketdi. Shuni aytib olib ketaman. Dastlab boya taklif uchun rahmat deyish esimdan chiqib ketibdi. Hindi shouga taklif uchun rahmat yana bir marta, e'tibor uchun va biz mazza qilib ishladik. Bu proyektda bugun biz dam oldik. Shaxsan men dam oldim. Chalg'idim. Albatta. Ashula aytdim, raqsga tushdim. Mazza qilib ma'naviy hordiq oldim desam, hech ham xato bo'lmagan bo'ladi. Buning uchun Hindi show jamoasiga kattakon rahmat. Hali ketgisi kelmayapti. Ketgim kelyapti, mana shu yerda turgim kelyapti. Xayriyat tugadi va nihoyat. Menga yoqqan narsani aytaymi? Dekoratorlar zo'r ishladi. Atmosfera zo'r. Proses tezlashgan, jamoa tezlashgan, kadrlar asosiysi sifatli. Syomishni komanda zo'r 50 ga yaqin odam ishtirok etgan, mehnat qilgan klipimiz va nihoyat tayyor bo'ldi. Hali biz o'zimiz ham ko'rmaganmiz, sizlar bilan birgalikda o'tirib hozir ko'ramiz.
Mana televizor oldi, mana o'tiribman, mana yonimda qarindoshlarim ham bor. Salom hammasiga. Ana endi tomosha qiling va baho bering. Marhamat. Shoning bu galgi sonida sizlar bilan Hayotbek Rahimboyev hamda Nigora Rajabova bo'ldi. Bunaqasi hali bo'lmagan. chunki biz chiqamiz. Milliy telekanalning boshqa ko'rsatuvlarida. Biz endi millarga qaytamiz. Hindi show o'zlariga buyursin.